Oxirat alomatlari. Ikkinchi qism. Qiyomatning belgilari. Qur'oni Karim bundan 14 yarim asr muqaddam aytgan edi. Qiyomat soati yaqinlashdi. O'sha soat yaqin. Hisob kitob vaqti yaqinlashdi. Qala subhanahu اقتربت الساعة وانشق القمر. Soat yaqinlashdi va oy ikkiga bo'lindi. قال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Insonlarning hisob kitobi yaqinlashmoqda. Ular aytdilar, qachon keladi u soat? Qiyomat qachon? Ul zot dedi, ehtimol juda yaqin bo'lsa ajab emas. O'sha soat yaqindir. Har bir inson qilgan amaliga o'zi javob beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ. Qanday xotirjam bo'lay. Chunki sur egasi, ya'ni Isrofil farishta surni og'ziga qo'ygan. Peshonasini egib, qulog'ini tayyor holda tutib turibdi. Bir matochi qo'lida mato va qaychisini ushlab turadi. Matosini kesmoqchi bo'lganida birdan sur chalinadi. Bu voqea birdan ro'y beradi. Lekin undan oldin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga uning alomatlari haqida xabar berganlar. Masalan, siz bir joydan Bambri shahriga safar qilmoqchisiz. Yo'lda ketayotib, belgilarga ko'zingiz tushadi. Bambrigacha 200 kilometr qoldi. Keyin 150 kilometr qoldi. Keyin 100 kilometr qoldi deb yozilgan bo'ladi. Bu belgilar sizga maqsadingizga tobora yaqinlashayotganingizni ko'rsatadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bizga qiyomatning belgilari haqida shunday aytib ketganlar. Bu alomatlarni ko'rsangiz, bilingki, qiyomat yaqinlashib qoldi. Subhanalloh. Bu belgilar ikki xil, katta va kichik alomatlar mavjud. Kichik alomatlar juda ko'p. Ularning aksariyati allaqachon yuzaga kelgan. Olimlarning aytishicha, kichik alomatlarning aksari tugagan, juda oz qismi qolgan. Shundan keyin katta alomatlar keladi. Bu alomatlar bir ipga chizilgan munchoqlarga o'xshaydi. Agar shu ip uzilsa, munchoqlar birin-ketin tezlik bilan to'kilib ketadi. Avval Dajjol keladi. Keyin Masih Iso alayhissalom nozil bo'ladi. So'ng Yajuj va Majuj paydo bo'ladi. Quyosh g'arbdan chiqadi. Dabbatul ard, yer hayvonining paydo bo'lishi. Osmonda tutunning paydo bo'lishi. Sharqda yerga cho'kish bo'ladi, g'arbda yerga cho'kish bo'ladi. Arab yarim orolida ham yerga cho'kish sodir bo'ladi. So'ng Yamandan katta olov chiqadi. Biz aynan mana shu katta alomatlarni kutmoqdamiz. Lekin ular yuz berganidan so'ng qachon qiyomat kelishini faqat Alloh Robbul Izzaning o'zigina biladi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: Innalloha indahu ilmus sa'a. Ya'ni qiyomat soatining ilmi faqat mening huzurimda. Hech kim qiyomat qachon bo'lishini bilmaydi. Hech kim qayerda va qachon vafot etishini ham bilmaydi. Ba'zilar aytadi: Mening buvim falon soatni ko'rsatib, mana shu vaqt yetganda vafot etaman dedi va o'sha vaqtda vafot etdi. Lekin ular yolg'on gapirmoqdalar. Chunki hech kim o'zining qachon o'lishini aniq bila olmaydi. Tasodiflar bo'lib turadi. Buvi 2 kunda bir aytadi: Bugun o'laman, bugun o'laman. Bir marta aytgani to'g'ri kelib qolsa ham, bu hech narsani anglatmaydi. Yo'q, hech kim bilmaydi. Alloh azza va jalla nima deganiga e'tibor bering. Look at what Allah azza wa jalla said, faqad jaa. Ya'ni alomatlari allaqachon kelib bo'ldi deb aytmoqda. Oddiygina ja keldi demadi, balki faqada ja, albatta kelib bo'ldi dedi. Qiyomatning belgilari allaqachon keldi. Fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum. Ular uchun endi qanday eslash yoki tavba qilish imkoni qoladi? Bu narsa kelib bo'lgach, endi ular qanday Allohni eslashlari mumkin bo'ladi? Qanday qilib unga yuzlanishlari mumkin bo'ladi? Chunki qiyomatning ayrim alomatlari kelgach, inson uchun iymon keltirish eshiklari yopiladi. Ya'ni agar inson avval musulmon bo'lmagan bo'lsa, endi musulmon bo'lish imkoniyati bo'lmaydi. Alloh azza va jalla An'am surasining
158-oyatida aytadi. Ayah number 158. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Robbingizning ayrim alomatlari keladigan kunda avvalroq iymon keltirmagan yoki iymonidan biror yaxshilik topmagan jon uchun endi iymon keltirish foyda bermaydi. Olimlarning ko'pchiligi bu oyatdagi alomat quyoshning g'arbdan chiqishi ekanligini aytishgan. Shu voqea sodir bo'lgandan keyin islomga kirish eshigi butkul yopiladi. Bu hodisadan keyin musulmon bo'lish imkoni qolmaydi. Shahodat qabul qilinmaydi. Bu nihoyatda jiddiy masala, o'ta jiddiy hodisa. Bu hazil yoki oddiy mavzu emas. Vaqt tugab qolishi mumkin. Inson o'ziga ertaga o'zgaraman, yaxshi odam bo'laman, amalimni yaxshilayman deb turganida birdan katta alomatlardan biri keladi-yu, endi uning qilgan amallari qabul qilinmay qoladi. Kichik alomatlar qiyomatdan ancha oldin paydo bo'ladi. Ya'ni hammasi birdaniga kelmaydi. Ular uzoq vaqt davomida birin-ketin kelaveradi. Ayrim kichik alomatlar qiyomatga juda yaqin paytda sodir bo'ladi. Ayrimlari esa qiyomatdan juda uzoq davrlarda ro'y beradi. Ya'ni kichik alomat kelgach, darhol qiyomat boshlanib qolmaydi. Ikkinchi jihat shundaki, kichik alomatlar tabiiy hodisalardir. Ya'ni ular favqulodda yoki g'ayritabiiy mo'jizaviy voqealar emas. Quyoshning harakati birdaniga o'zgarib qolishi yoki osmondan biror mavjudot tushishi yoki yerdan biror bir g'alati maxluq chiqib qolishi kabi hodisalar kichik alomatlar jumlasidan emas. Kichik alomatlar odatda koinot qonunlariga mos ravishda yuzaga keladigan oddiy voqealardir. Kichik alomatlar koinot qonunlarini buzmaydi. Ular fizika yoki tabiat qonunlariga zid emas. Masalan, olimlarning vafoti bilan ilm yo'qolishi, johillikning keng tarqalishi, alkogol ichimliklarining ichilishi, osmono'par binolarning qurilishi kabi hodisalar tabiiy va oddiy voqealardir. Bu voqealar birdaniga sodir bo'lib, darhol qiyomat boshlanib qolmaydi. Balki ular uzoq vaqt davomida asta-sekin sodir bo'ladi va vaqt o'tishi bilan kuchayib boradi. Shuningdek, ular tabiat qonunlariga qarshi emas. Ayrim kichik alomatlar katta alomatlardan oldin, ayrimlari esa katta alomatlar bilan bir vaqtda sodir bo'ladi. Ya'ni odatda hamma kichik alomatlar sodir bo'lib tugaydi-yu, keyin katta alomatlar boshlanadi degan narsa yo'q. Aslida kichik alomatlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kelgan paytdan boshlab qiyomatgacha davom etuvchi uzun vaqtga yoyilgan. Ular barcha davrlarni qamrab oladi. Katta alomatlarga kelsak, birinchi farq shundaki, ular juda ulkan hodisalardir. Ya'ni ular shunchalik katta va ta'sirli bo'ladiki, odamlar ulardan hayratda qoladi. Masalan, Dajjal keladi va osmonga amr qiladi. Osmonga yomg'ir yog'dirishni buyursa, osmondan yomg'ir yog'adi. Yerga buyruq bersa, yer o'z xazinalarini chiqarib beradi. Bu tabiiy emas, aksincha g'ayri tabiiy va mo'jizaviy bir hodisadir. Katta alomatlar bir-biriga juda yaqin, ketma-ket sodir bo'ladi. Avval Dajjal keladi, keyin Iso alayhissalom tushishi, Yajuj va Majujning chiqishi, quyoshning g'arbdan chiqishi kabi alomatlar sodir bo'ladi. Oxirgi katta alomat esa odamlarni mahsharga to'playdigan, Yaman hududidan chiqadigan katta olovdir. Bu alomat yuz bergach, qiyomat boshlanadi. Shunday qilib katta alomatlar juda qisqa vaqt ichida ketma-ket sodir bo'ladi va ularning tugashi bilan qiyomat boshlanadi. Demak, katta va kichik alomatlar o'rtasidagi asosiy farqlar
mana shulardir. Ba'zi ulamolar qiyomat alomatlarini boshqa bir jihatdan 3 turga bo'lishgan. Birinchisi kelib bo'lgan va tugagan alomatlar. Ikkinchisi boshlangan va hanuz davom etayotgan alomatlar. Uchinchisi hali sodir bo'lmagan alomatlar. Bu ikki qarash bir-biriga zid emas, balki ularni birgalikda ham qo'llash mumkin. Masalan, kelib bo'lgan va tugagan alomatlarga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning vafotlari kiradi. Bu belgi allaqachon yuz berdi va tugadi. Keyin esa sodir bo'lib, ammo vaqt o'tishi bilan tobora kuchayib borayotgan alomatlar mavjud. Masalan, fitnalar va sinovlarning ko'payishi. Har bir o'tgan yil, har bir o'tgan 10 yillik va har bir yangi avlodda fitnalar avvalgilaridan ko'ra kuchliroq va xavfliroq bo'lmoqda. Shuningdek, baland binolarning qurilishi ham davom etmoqda. Binolar har o'tgan kun bilan tobora balandroq bo'lib boryapti. Bu alomat tugamadi. Aksincha, u davom etib kuchaymoqda. Nihoyat hali sodir bo'lmagan alomatlar ham mavjud. Masalan, Dajjolning chiqishi, yerdan paydo bo'lib, insonlar bilan so'zlashadigan dabbatul ard, yer hayvoni kabi alomatlar hali yuz bermagan. Ular hali oldinda. and so on and so forth. Bu alomatlar haqida batafsil bilishga tayyormisiz? Keyingi qismlarni o'tkazib yubormang, inshaalloh. Bizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlang, obuna bo'lishni unutmang.